PUBG Mobile bilan raqobatlashgan Mobile Legends sotilib ketdi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Bu o'yin endi boshqa qo'llarda. Yaxshilab joylashib oling, o'yin ortida nimalar bo'lganini va kim sotib olgani va o'yin kelajagiga qanday ta'sir qilishini to'liq tushuntirib beraman. Bugun sizlarga Mobile Legends o'yin ortidagi katta voqeani aytib beraman. Bu yangilik emas. Bu milliard dollarlik kelishuv. Tasavvur qiling. Siz har kuni o'ynayotgan o'yin birdaniga boshqa davlat qo'liga o'tadi, lekin o'yinning o'zi o'zgarmaydi. Nima bo'lyapti o'zi? Avvalo boshdan boshlaymiz. Mobile Legends o'yini aslida Monto kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Bu kompaniya yillar davomida o'yinni rivojlantirib, uni dunyodagi eng mashhur mobil o'yinlardan biriga aylantirdi. Keyinchalik esa 2008-yilda bu o'yinni boshqa kompaniya, ya'ni TikTok egasi sotib oldi. Shu vaqtdan boshlab Mobile Legends katta darajada o'sishni boshladi. Lekin vaqtlar o'tishi bilan TikTok egasi ham bu o'yinni sotib yuborishga majbur bo'ldi. Ya'ni strategiyalar o'zgarib ketdi. Ular o'yinlardan ko'ra sun'iy intellektga ko'proq e'tiborni qaratmoqchi bo'lishdi. Va bu yerda eng qiziq joyi boshlandi. Monto kompaniyasi sotuvga qo'yildi. Va uni kim sotib oldi? Savi Games Group. Bu Saudiya Arabiston davlatiga tegishli yirik gaming kompaniya. Ular Monto kompaniyasini taxminan 7 milliard dollarga sotib olishdi. Bu juda katta summa. Bu shuni anglatadiki, endi Mobile Legends o'yini bevosita Saudiya foniga tegishli bo'lib qoldi. Lekin eng muhim savol, o'yin o'zgaradimi? Hozircha yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Monto o'z jamoasi bilan ishlashda davom etadi. Ya'ni siz o'ynayotgan Mobile Legends hozircha o'sha qoladi. Hech qanday keskin o'zgarishlar yo'q. Ammo bu kelajakda nima degani? Bu degani o'yin yanada rivojlanishi mumkin. Saudiya gaming bozoriga juda katta pul tikilmoqda. Ya'ni Saudiya Arabistoni endilikda o'yinlarga ham katta e'tibor qaratib, o'yinlarni rivojlantirish uchun katta sarmoya tikmoqda. Va bu Mobile Legends uchun eng katta yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Balki yangi turnirlar, yangi serverlar paydo bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu oddiy sotuv emas, bu global o'yinning san'atidagi katta o'zgarish. Mobile Legends endi yangi bosqichga o'tmoqda. Endi esa sizga savol: sizningcha bu o'yin yaxshilanadimi yoki aksincha o'zgarib ketadimi? Nima deb o'ylaysiz? Va bu o'yin endi sotilib ketganiga qaramasdan PUBG Mobile bilan yaxshilab raqobatlasha oladimi yoki raqobat tugadimi shu yerda? Kommentarda o'z izohlaringizni qoldiring. Sizlar bilan